Assalomu alaykum. Eng ko'ngilli masala yosh bolalarning qulog'ining orqasida, tarsnaqning orqasida suvda cho'g'ilib qolishi. Je bo'lsa, eksudatsiya atit turasida ma'lumot berib ketamiz. Gripp bo'lgandan keyin eng birinchi yosh bolalarning murdi bitadi. Murdidan yaxshi dem olmagandan keyin murdindagi suv quloqqa qarab yurib ketadi. Bu normadagi quloq. Bu yerda o'sha grippdan keyin bir sebeplar bilan quloqning orqasida suv cho'g'ilib qolyotadi. Bu yerda o'sha turbamiz yaxshi ishlay qolyotadi. Burundan quloqqa yaxshi vozdux o'tmay qolyotadi. Cho'ngdorda bu narsa ko'proq perevalda yurganda kezdeshadi. Yosh bolalar qanday o'qiyotganini ayta olmaydi. Biz perevalga chiqqanimizda qulog'imiz qanday tunib qolsa, yosh bolalarning qulog'i bilan suv cho'g'ilib qolsa o'shanda o'qadi. Hozirgi kunda o'shanday narsa kezdeshganda samolecheniya ko'proq qo'llanyapti. Specialistga kelib, eng birinchi konsultatsiya olishingiz kerak. Buning lecheniyasi har turli bo'lishi mumkin, patsientning sostoyaniyasiga qarab turib.